Ko'p pornografiya ko'rishni foydalari. Avvalo, uylanish xarajatidan qutulasiz. Chunki jinsiy zaif yigitga kim ham qizini beradi? Uylandingiz ham deylik, endi chaqaloqni injiqligidan ham qutulasiz. Chunki pornografiya ko'raverish bepushtlikka sabab bo'ladi. Katta uy ham kerak emas. Chunki hojatxona ikkinchi uyingizga aylanadi. Prostatit sabab peshob qilgis kelaveradi, lekin bir tomchi ham tushmaydi. Kamiga achishish va og'riq bo'ladi. Sigaret, aroq, narkotiklardan ham yuqori bo'lgan doza, ya'ni pornomaniyani bepulga qo'lga kiritasiz. U bilan esa xotira pasayishlik, insonlar bilan chiqisha olmaslik, jirraklik kabi muammolar paydo bo'ladi. Buni foydalarini aytaversak, vaqt ham yetmay qoladi. Agar sizda shu kabi muammolar paydo bo'layotgan bo'lsa, videoga like bosib, directga yozib qoldiring. Albatta birga yechimini topamiz.